Şərq Türkistan'dan G'arbiy Yevropaga mecburi emgek liniyasi açıldı. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta yillardan buyon Xitoy tajovuzchilarining vatanimizdagi shu butun yosh o'g'il qizlarimizni ham vatanning ichi ham Xitoyninki o'lkalarida, har qaysi shaharlarda yillardan buyon majburiy emgakka selib ishlab chiqarayotgan mollarini nurg'un xalqaroninki cezalari yürgüzülgen bolsun, nurg'un besim bo'layotgan bolsun, buni har turli yo'llar bilan, hiylagarlik bilan Xitoyning yana dunyoga eksport qilayotganligi, chiqarayotganligidan iborat bu haqiqatni har doim ko'rib turyapmiz. Bumu yana shuning jumlasidagi bir xabar. Sharq Turkistondagi qonga bo'yalgan majburiy emgak mahsulotlarini Osiyo, Yevropa ellariga to'xtovsiz to'shayotgan Xitoy yaqinda yana transport Osiyo liniyasini ko'paytgan bo'lib, tunji qatim Sharq Turkistondan G'arbiy Yevropaga bevosita uchirgan ikki yuk transport Osiyo liniyasini ochgan. Xitoy tashviqot organi xalq to'rida berildi bu xabar. Urumchi Tangritog' xalqaro aeroporti 9-aprel Belgiyaning Bryussel shahriga bevosita uchadigan qit'alararo yuk transport Osiyo liniyasini tunji qatim ochgan. Bundan sırt Angliyaning sharqiy Midland rayoniga bevosita uchadigan Osiyo liniyasi qisqa vaqt ichida ochilganligi bildirildi bu xabarda. Xabarda mazkur ikki Osiyo liniyasining ochilishining Sharq Turkistondan Yevropaning yadroliq rayoniga bevosita uchadigan Osiyo yuk transport bo'shliqini to'ldirganligi da'vo qilingan. Xitoyning axborotlari bu shaklda, albatta bu shaklda berdi xabarni. Asosliq tushilgan mallar bo'lsa, elektronlik uskunlar va mashina zapchaslari ekanligi bildirilgan bu xabarda. Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha 2016-yil 3-oyda tunji qatimliq Xitoy Yevropa navbatchi poyezdi qatnagandan tortib bultur oktyabr oyigacha bo'lgan oraliqda Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdining qatnagan qatim soni 50 mingga yetgan. Tasavvur qilib boqaylik yani. Son-sanoqsiz mallar vatanimizning ichida shu xalqimizninki qon tari majburiy qul qilib ishlatilishi natijasida ishlab chiqarilgan nurg'un mallar arzon bahoga to'xtatilib, andan dunyoning har qaysi joylariga to'kma qilib, Xitoy to'kayotgan mallar mana shundoq to'xtovsiz davom qilyotdi. Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiligining muhim qism bo'lgan majburiy emgakka selish jinoyati hozirga qadar albatta izchil davomlashayotgan bir masala. Majburiy emgak mahsulotlari bo'lsa, temir yo'l, havo yo'li qatorliq transport liniyalari orqali Yevropa, Osiyo ellariga to'xtovsiz yuqori deganimdek shunchavala qonun turib va nurg'unlagan shirkatlarga talab qilingan majburiy emgak masalalarini yo'q qilish to'g'riliq Xitoyga besim bo'layotgan bir sharoitmi yana da bu Xitoylar har xil shaklda davomlashtiryapti. Bu qonunning nurg'un yuchuqlaridan albatta Xitoy foydalanib kelyapti hozirgacha.